Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayollar uyda to'liq kiyinmay qiroat anglag'ach uy ishlar bilan mashg'ul bo'lsa bo'lamdi yoki gunohkor bo'lamdiq? Ma'lumot bersangiz Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. To'liq kiyinish Qur'on o'qishga shart bo'lmag'achqa, ayollar yalangbosh yoki put-qo'llar ochiq uy ichida kiyadigan kiyimlarida, uxlash kiyimlarida yoki zibuzinnat bilan yasangan holatda Qur'on Karim o'qisa, anglasa bo'ladi. Namoz o'qimoqchi bo'lsa, yat erlar ko'radigan joyda bo'lsa, Qur'on o'qisin yoki anglasin yoki anglamasin, avratlarni, ichki zibuzinnatlarni yo'gishi lozim. Yana er bo'lsin, ayol bo'lsin, Qur'on o'qish yoki anglash o'ltirgan holatdami, yotgan holatdami joiz. Uning uchun yuginib o'ltirish yoki qiblaga yuzlanish ketmaydi. Alloh taolo har qanday holatida Allohni zikr qilib turadiganlarni, o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yana yotgandimi Allohni eslab turadiganlar, osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadiganlar deb madhiy ekan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib deydi-ki, men hayzdor vaqtimda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening quchqimga beshini qo'yatdi. Ondan Qur'on o'qiydi. Yana Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har holatida Allohni zikr qilib turadi degan. Qur'on Karim o'qish uchun turli shartlarni bekitib olgan taqdirda Qur'on o'qish fursatimizni azaytib o'tamiz. Qur'on yodlayotganlarga qiyinlashtirib qo'yamiz. Qiyinchilik bo'lmagan ahvolda to'liq kiyinib, diqqatini yig'ib, xushu bilan o'ltirib o'qish va anglash adab jihatdan taxmi afzal deyilsa-mu, farz yoki shart emas. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.